To'y oshini o'z qo'lingiz bilan uy sharoitida tayyorlashni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, retseptni o'zingizga saqlab qo'ying. Bizga kerak bo'ladi qo'y go'shti va dumba yog'i. 25 yildan buyon O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ishlab chiqarilayotgan Zolotaya semechka yog'lari bilan juda ham oshimiz mazali bo'ladi. Qozonni qizdirib, yog' solamiz, dumba yog'ini solib qovurib olamiz. Qizib turgan yog'ni go'shtlarimizni qovurib, piyoz bilan yaxshilab qip-qizil qilib qovurib olamiz. Guruchni 1-2 marta yaxshilab yuvib, 1 soatga iliq suvga o'tib qo'yamiz. Go'sht va piyoz qip-qizil bo'lib qovurilgandan so'ng ustiga sabzi solamiz, no'xat magizimizni qo'yib, no'xat magizini dimlaymiz, tuz va suv solib 1 soat qaynatamiz. Guruchlarimiz ham o'tilgan. Endi guruch solamizda qozon qopqog'ini yopib, har 2 daqiqada guruchni aralashtirib turamiz va suvi tortilgach 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Dimlangandan so'ng oshni umuman ochish kerak emas, o'zini issig'iga juda ham mazali bo'lib pishadi. To'y oshimiz tayyor bo'ldi. Guruchlarni qarang, qanaqa sochirib chiqqan. Albatta shu retsept bo'yicha siz ham tayyorlab ko'ring. Barchaga yoqimli ishtaha.